nikohda ichgan qasamlariga amal qilgan oilani idealni hisoblayman dedimda, kommentga kirsam, o'zbek ayollari endi shunaqa yozibdi. Bormikan shunaqa erkak dedi. Keyin mana shu bolaga videoga oldim. Zalimmi 85% erkagi zalda pishirilgan ovqat deydi. Xotiningiz qilib bermadimi nima? Xotinini himoya qiladi mujikda. Endi charchiydi-da endi. Xotiningiz vazirlikda ishlaydimi deydi. Yo'q, uyda deydi. Charchab qolganda, mujikda yashiradi, g'ururi sizlarda uni, orisilar. Mayli qo'yavering. Men sizga aytaman nima uchun ko'chada ishini. 2 marta etkisi kelmagani uchun. 1 marta aytadi erkak. Ikkinchi marta deb o'zing. Keyin o'ylab qolaman. Vrodi nikohda nima deb qasam ichgan deylar. Xizmatini qilaman, yotib olib, polni toshsa ham billa, qiyinchilik kelsa ham